Navro'z bayrami munosabati bilan Samarqandda Sharq taronalari xalqaro gastronomik festivali o'tkazildi. 2 kun davom etgan ushbu nufuzli tadbir doirasida 100 dan ortiq oshpaz ishtirokida turli musobaqalar tashkil etildi. Shuningdek, 50 dan ziyod noyob taomlar tayyorlanib, oshpazlar tomonidan mahorat darslari o'tkazildi. Xorijiy mamlakatlar milliy taomlari taqdimoti, hunarmandchilik va Sharq shirinliklari ko'rgazmalari hamda rang-barang madaniy ko'ngilochar dasturlar festivalga yanada ko'tarinki ruh bag'ishladi. UNESCOning Butunjahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan Samarqand shahri o'zining boy tarixi va betakror me'moriy obidalari bilan jahonga mashhur. Gastronomik festivalni aynan Samarqand shahrida o'tkazishdan asosiy maqsad qadim kentda gastronomik turizmni rivojlantirish, milliy taomlarimizni xalqaro miqyosida keng targ'ib etish hamda ularni UNESCOning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritishdan iborat. Samarqand taomlarini ham biz ilm darajasida ko'tarib, biza kelayotgan sayyohlarga taqdimotini qilishimiz kerak. Ya'ni Samarqand milliy taomlarini brend darajasiga keltirib, mana biza hammamizga ma'lum, palov oshimizni madaniyat va an'analari Toshkentda boshqacha, Samarqandda, Buxoroning sofiy oshi boshqacha, Xorazmning oshlari boshqacha. Samarqand taomlarini ham, boshqa viloyat taomlarini ham bu yerda mana taqdimotlarini qilib, ilm darajasida ko'rsatildi. Shubhasiz qiziqarli va mazmunli jarayonlarga boy o'tgan gastronomik festival nafaqat milliy taomlarimizni, balki xalqimizga xos mehmondo'stlik, bag'rikenglik va yuksak madaniyatni ham namoyon etdi. Eng muhimi, bu kabi tadbirlar milliy taomlarimizni dunyoga keng targ'ib qilish orqali Samarqandning turistik salohiyatini yanada oshirishga xizmat qildi. Festivalda 12 xil mahsulotlarimiz bilan chiqdik. Festival qatnashchilariga mana somsalarimizni oshpazlarimiz tayyorlab, issiq chiqarib beryapmiz. Tadbir doirasida xorijlik olimlar va oshpazlar ishtirokida o'tkazilgan ilmiy-amaliy konferensiyada milliy taomlarimiz, xususan Samarqandda tayyorlanadigan mashhur taomlarni xorijda targ'ib etish, bu borada hamkorlikni yanada kuchaytirishga kelishib olindi. Shuningdek, festival yakuniga bag'ishlangan tadbirda so'zga chiqqanlar Samarqandning yuksak turizm salohiyati, festivalning mazmunli va yuqori saviyada tashkil etilgani hamda uning ahamiyati xususida alohida to'xtalishdi. Tadbir davomida faol ishtirok etgan mahalliy va xorijlik oshpazlar tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlandi. Shuningdek, 18 nafar oshpazga Samarqand taomlarining xorijdagi elchisi sertifikati tantanali ravishda topshirildi. Samarqand shahrida bo'lib turganimdan juda mamnunman. Bu shahar boy tarixga ega va biz bu yerda juda ajoyib vaqt o'tkazdik. Navro'z bayrami va festivalda ishtirok etdik. Shuningdek, ilmiy-amaliy konferensiyada qatnashib, madaniy merosni asrab-avaylash masalalari yuzasidan fikr almashdik. O'zbekiston bu borada juda katta ishlar qilayotganini alohida ta'kidlashni istardim. Hukumatingiz tomonidan amalga oshirilayotgan tashabbuslar juda samarali bo'lmoqda. Men prezidentingizni alohida e'tirof etaman. U kishi mamlakatingiz rivoji uchun katta ishlar qilmoqda. Pokiston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar juda yaxshi, do'stona ruhda rivojlanmoqda. O'zbek milliy taomlari haqida aytsam, juda ko'p taomlar tatib ko'rdim. Ayniqsa menga palov juda yoqdi. Nihoyatda mazali. Shuningdek, o'zbek kaboblari ham juda ajoyib ekan. Xorazmning o'ziga xos suzma palovni damladik. 7 xil masalliqdan iborat bo'ladi. Qolaversa, Xiva xonligida shivitoshi bu taomni ham tayyorladik. Xorazmning shuxini Samarqandga olib keldik. 7 tonnalik oshdan 3-o'rinni olganman. Xorazmdan kelib, bu menga yanada zavq beradi, ustida ishlashni beradi. Tajriba almashamiz. Bir so'z bilan aytganda, Sharq taomlari xalqaro gastronomik festivali nafaqat milliy oshxonamizning boyligi va rang-barangligini namoyon etdi, balki Samarqandning xalqaro miqyosdagi nufuzini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Bu kabi nufuzli tadbirlar orqali yurtimizning gastronomik merosi keng targ'ib qilinib, turizm salohiyatini yuksaltirishga mustahkam zamin yaratiladi.